Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Ayniqsa pensiya oladigan otaxon va onaxonlarimiz, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar va ularning farzandlari uchun. Gap shundaki, 1 iyulgacha ayrim ishlarni o'z vaqtida qilmasangiz, pulingiz kechikishi, noto'g'ri hisoblanishi yoki ayrim holatlarda to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Men bu masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Va eng asosiysi, pulni yo'qotmaslik uchun nimani hoziroq tekshirib qo'yish zarur. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan mayda ko'ringan xatolar sabab pensiya to'lovida muammoga duch keladi. Karta muddati tugagan bo'ladi. Bank rekviziti o'zgargan bo'ladi. Yashash manzili yangilanmagan bo'ladi. Ishonchnoma muddati o'tgan bo'ladi. Yoki chet elga chiqib ketganlik holati noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'ladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalarning vaqtini, asabini va pulini saqlab qoladi. Avvallari ko'p ishlar qog'oz shaklida mahalla, bank, pensiya bo'limi va boshqa idoralar o'rtasida alohida yurish orqali hal qilinardi. Pensioner bankka borardi. Keyin pensiya jamg'armasiga borardi. Keyin hujjat yetishmasa yana qaytardi. Ba'zan odam pul kelmagandan keyingina muammo borligini bilardi. Masalan, karta yopilib qolgan, hisob raqami o'zgargan, pasport ma'lumoti yangilanmagan yoki pensionerning tiriklik holati tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin edi. Hozir esa tizimlar ko'proq elektron tarzda ishlayapti. Bu yaxshi tomoni shuki, ayrim ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Elektron bazada xato yoki eski ma'lumot turgan bo'lsa, tizim sizni kutib o'tirmaydi. Bank kartangiz faol bo'lmasa, pul o'tkazmasi qaytishi mumkin. Fuqarolik pasporti yoki ID karta ma'lumotlari boshqa bazada yangilanib, pensiya to'lov tizimida aks etmagan bo'lsa, tekshiruvda savol paydo bo'lishi mumkin. Ishonchnoma orqali pensiya olayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, to'lovni boshqa odam olib keta olmaydi. 1 iyulgacha e'tibor berish kerak deganda men bir narsani aniq aytaman. Bu sana atrofida ko'plab tashkilotlar yarim yillik tekshiruv, ma'lumotlarni yangilash, to'lov reyestrlarini tartibga keltirish, bank va ijtimoiy himoya tizimlari o'rtasidagi moslikni tekshirish ishlarini kuchaytiradi. Shuning uchun pensionerlar ham o'z ma'lumotlarini oldindan tekshirib qo'yishi kerak. Muammo chiqqandan keyin yugurgandan ko'ra, hozir 1-2 soat vaqt ajratib hammasini joyiga qo'ygan ma'qul birinchi navbatda. Pensiyasini bank kartasiga olayotganlar karta muddatini tekshirsin. Karta ustida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 0624 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil iyun oyining oxirigacha amal qiladi. 724 bo'lsa iyul oxirigacha. Agar sizning kartangiz muddati iyun oyida tugasa, 1 iyulgacha yangi karta ochtirib, pensiya tushadigan hisob raqami to'g'ri ulanganini aniqlab qo'ying. Ba'zi odamlar yangi karta oladi. Lekin pensiya eski hisobga ulangan bo'lib qoladi. Keyin pul kelmaydi, bank hisob yopilgan deydi. Pensiya bo'limi esa to'lov yuborilgan deydi. Aslida muammo rekvizitda bo'ladi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi deylik. Kartasining muddati iyunda tugagan, lekin u bank o'zi almashtirib beradi deb yuradi. Iyul oyida pensiya tushmaydi. Bankka borsa eski karta faol emas, yangi karta ochilgan, ammo pensiya uchun yangi hisob raqami tasdiqlanmagan. Natijada odam kamida bir necha kun yoki bir necha hafta pulni kutadi. Bu pul esa dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun kerak. Mana shunday oddiy e'tiborsizlik katta noqulaylik tug'diradi. Ikkinchi toifa naqd pul orqali yoki boshqa shaxs orqali pensiya olayotganlar. Agar pensioner o'zi yurib bora olmasa, farzandi, nevarasi yoki qo'shnisi ishonchnoma bilan pensiya olishi mumkin. Lekin ishonchnoma abadiy amal qilmaydi. Uning muddati bo'ladi. Notarius bergan ishonchnomada qaysi sanagacha amal qilishi aniq yoziladi. Agar ishonchnoma 3 iyungacha bo'lsa, 1 iyuldan keyin u hujjat bilan pul olish mumkin bo'lmaydi. Shuning uchun ishonchnoma muddatini hoziroq tekshiring. Masalan, Samarqandda bir onaxon yotib qolgan, pensiyasini o'g'li olib keladi. O'g'li har oy muammosiz bankdan olib turgan, lekin ishonchnoma muddati tugagach bank xodimi pulni bermaydi. Bu bankning aybi emas, chunki qonuniy hujjat muddati o'tgan. O'g'il yana notariusga borishi, onaxonning holatini tasdiqlashi
Zarur bo'lsa notariusni uyga chaqirish kerak bo'ladi. Bularning hammasi vaqt va xarajat. Agar buni oldindan bilsa, iyun oyida yangilab qo'yadi va pensiya uzilmaydi. 3-toifa. Chet elga vaqtincha ketgan yoki ketmoqchi bo'lgan pensionerlar. Juda ko'p oilalarda pensioner ota-ona Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga farzandlarnikiga borib keladi. Bu tabiiy holat. Lekin uzoq muddat chet elda bo'lish, yashash joyini o'zgartirish yoki doimiy ko'chib ketish pensiya to'lovi bo'yicha alohida tartiblarga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz 2-3 oyga mehmon bo'lib ketsangiz, boshqa masala. Lekin doimiy yashashga ketayotgan bo'lsangiz yoki uzoq muddat O'zbekistonda bo'lmasangiz, pensiya bo'limiga bu haqda maslahat uchun murojaat qiling. Eng yomon holat shuki, odam chet elga ketadi. Karta orqali pensiya tushaveradi deb o'ylaydi, keyin tekshiruvda hujjat yoki tasdiq talab qilinadi. 4-toifa, pasport yoki ID kartasini yaqinda almashtirgan pensionerlar. Familiya, ism otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR. Ro'yxatdan o'tgan manzil kabi ma'lumotlarda kichik farq bo'lsa ham elektron tizimlarda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Masalan, eski pasportda Abdullayev deb yozilgan. Yangi ID kartada Abdullayev, Hamidjon o'rniga boshqa imlo bilan kiritilgan bo'lsa, bank tizimi, soliq tizimi, pensiya bazasi bir-biriga mos kelmay qolishi mumkin. Bunday holatda pul butunlay yo'qolib ketmaydi. Lekin aniqlashtirish ishlari cho'ziladi. 5-toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar va qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lganlar. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi qachongacha amal qilishini tekshirish shart. Doimiy nogironlik belgilanganlar boshqa masala, lekin muddati bor xulosa bilan pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lsangiz, muddat tugashidan oldin qayta ko'rikka tayyorlaning. Masalan, xulosa 25 iyungacha bo'lsa, siz 10 iyulda borsangiz, shu oralikda to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin tiklanishi mumkin. Lekin pulni o'z vaqtida olish uchun muddatni o'tkazmaslik kerak. 6-toifa, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan bolalar, talabalar va ularning vasiylari. Bunday pensiyada bolaning yoshi, o'qish holati. Kunduzgi ta'limda o'qishi yoki o'qimasligi muhim. Agar farzand maktabni tugatgan, kollej yoki universitetga kirish bosqichida bo'lsa, hujjatlar o'zgarishi mumkin. Talaba kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'ladigan holatlar bor. O'qishdan chetlashtirilsa, akademik ta'til olsa yoki sirtqi ta'limga o'tsa, to'lov tartibi o'zgarishi mumkin. Vasiylar bu masalani o'zi kelaveradi deb qoldirmasin. Agar sizning bank kartangiz muddati hali uzoq bo'lsa, pasportingiz yangilangan va bazalarda muammo bo'lmasa, pensiyangiz har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, ishonchnoma bilan emas, o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, nogironlik hujjatingiz doimiy bo'lsa, sizda katta xavotir uchun asos kamroq. Lekin men baribir kamida 3 narsani tekshirishni tavsiya qilaman. Karta muddati, telefon raqamingiz banka ulanganligi va pensiya bo'limidagi ma'lumotlaringiz dolzarbligi. Chunki muammo oldindan sezilmaydi. Ko'pincha pul tushmay qolgan kuni bilinadi. Masalan, odam har oy 11 sanada pensiya oladi. 11 sanada SMS kelmaydi. 12 sana banka boradi, navbatda turadi. Bank bizga tushmagan deydi. Pensiya bo'limiga boradi, u yerda ham navbat. Oxiri ma'lum bo'ladiki, telefon raqami boshqa odam nomida, karta qayta rasmiylashtirilgan, tizimda tasdiqlash kerak bo'lgan. Bir kunlik tekshiruv bilan hal bo'ladigan ish odamni bir hafta sarson qiladi. Birinchi nozik jihat. Karta bilan hisob raqami bir xil narsa emas. Ko'pchilik yangi karta olsam, hamma pul avtomatik tushadi deb o'ylaydi. Banklarda kartaning raqami va hisob raqami, ya'ni plastik kartaga bog'langan bank hisob ma'lumoti bo'ladi. Agar siz faqat karta almashtirsangiz, ayrim holatda hisob saqlanadi. Ayrim holatda yangi hisob ochiladi. Shu sabab bank xodimidan aniq so'rang. Mening pensiyam tushadigan hisob raqam o'zgarmadimi? Agar o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yangi rekvisit yuborildimi? Bu savolni berishdan uyalmang. Bu sizning pulingiz. Ikkinchi nozik jihat, SMS kelmasa pul tushmadi degani emas. Ba'zan SMS xizmati o'chgan bo'ladi yoki telefon raqami almashtirilgan bo'ladi. Shuning uchun pul tushgan-tushmaganini faqat SMS ga qarab baholamang. Bank ilovasi, bankomat, bank filiali yoki qo'l markaz orqali tekshiring. Aksincha, ba'zan SMS keladi, lekin puldan foydalanishda cheklov bo'lishi mumkin. Masalan, karta bloklangan yoki PIN kod muammosi bor. Shuning uchun karta faol ishlayotganini oldindan sinab ko'ring. Kichik miqdorda to'lov qiling yoki balansni tekshiring.
Uchinchi nozik jihat. Qarzdorlik va undiruv masalalari. Ayrim pensionerlarning bank kartasiga sud ijrochilari, kredit, aliment, kommunal qarz yoki boshqa undiruv hujjatlari bo'yicha cheklov qo'yilishi mumkin. Pensiya ijtimoiy to'lov bo'lsa ham, qonunchilikda ayrim hollarda ma'lum miqdorda ushlab qolish tartibi mavjud. Agar kartangizdagi pul kutilgandan kam tushsa, darhol pensiyani kamaytirishdi deb xulosa qilmang. Bankdan ko'chirma oling. Qaysi tashkilot ushlab qolganini aniqlang. Keyin pensiya bo'limi yoki majburiy ijro byurosi bilan masalani tekshiring. 4-nozik jihat. Manzil o'zgarganda xabar bermaslik. Pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tsa, doimiy ro'yxatdan o'tish manzili o'zgarsa yoki vaqtincha boshqa joyda yashasa, pensiya ishi qaysi hududda yuritilayotganini aniqlash kerak. Ba'zan odam Farg'onadan Toshkentga kelib farzandinikida yashaydi, lekin pensiya ishi eski tumanda qolgan bo'ladi. Pul tushib turgan bo'lsa, muammo sezilmaydi, lekin hujjat so'ralganda. Qayta hisob-kitob kerak bo'lganda yoki ma'lumot yangilashda uzoqdagi tumanga murojaat qilishga to'g'ri keladi. 5-nozik jihat. Vafot etgan pensioner nomiga tushgan pul. Bu juda nozik, lekin aytish kerak bo'lgan masala. Agar pensioner vafot etsa, oila a'zolari bu haqda belgilangan tartibda xabar berish kerak. Vafotdan keyin noto'g'ri tushgan pulni yechib olish keyinchalik qaytarish majburiyatini keltirib chiqaradi. Ba'zan farzandlar bu oy otamning puli edi deb o'ylab yechib oladi, lekin huquqiy tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Dafn puli, meros, oxirgi oy uchun to'lov kabi masalalar alohida tartibda ko'riladi. Shuning uchun bunday vaziyatda bankdan pul yechishdan oldin pensiya bo'limidan aniq maslahat oling. 6-nozik jihat. Telefon raqami va bank ilovalari. Bugun ko'p xizmatlar SMS kod orqali tasdiqlanadi. Agar pensionerning kartasi farzandining telefon raqamiga ulangan bo'lsa, farzand chet elga ketgan bo'lsa yoki raqam yopilgan bo'lsa, keyin ilovaga kira olmaydi, pulni boshqara olmaydi, tasdiqlash xabarlari kelmaydi. Eng to'g'ri yo'l pensionerning o'z nomidagi faol telefon raqami bo'lsin. Bankda shu raqam ko'rsatilgan bo'lsin. Agar pensioner telefon ishlata olmasa, baribir raqam huquqiy jihatdan to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, bank kartasi, bank hisob rekvizitlari, ishonchnoma bo'lsa uning asl nusxasi yoki nusxasi nogironlik xulosasi bo'lsa u. O'quvchisining yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni oddiy papkaga solib qo'ying. Har safar qidirib yurmaslik uchun ularning fotosuratini telefonda ham saqlang. Lekin asl hujjatni yo'qotmang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachongacha? Karta bloklanmaganmi? PIN kod yodingizdami? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqam to'g'rimi? Pensiya tushadigan hisob o'sha kartaga bog'langanmi? Bankka borganingizda shunday deb so'rang. Men pensionerman, 1 iyulgacha pensiya to'lovida muammo bo'lmasligi uchun kartam va hisob raqamimni tekshirib bering. Agar bank xodimi yangi karta ochish kerak desa, darhol yangi rekvizit pensiya to'lovi uchun qayerga va qanday yuborilishini aniqlang. 3-qadam, pensiya bo'limi yoki ijtimoiy himoya mas'ullari bilan ma'lumotni solishtiring. Hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli mas'ul tashkilotga murojaat qilib, ma'lumotlaringiz dolzarb ekanini so'rang. Ayniqsa pasport almashtirgan, manzil o'zgartirgan, familiyasi o'zgargan, bank rekviziti yangilangan, chet elga ketmoqchi bo'lgan, nogironlik muddati tugayotgan odamlar buni albatta qilsin. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, kerak bo'lsa ariza yozing. Arizada oddiy qilib yozish mumkin. Mening pensiya to'lovlarim uzluksiz amalga oshirilishi uchun shaxsiy ma'lumotlarim, bank rekvizitlari va pensiya ishimdagi ma'lumotlarni tekshirib berishingizni so'rayman. Arizada ism, familiya, JSHIR, telefon raqami, manzil, sana va imzo bo'lsin. Agar muammo bo'lsa, qaysi hujjat yetishmayotganini yozma yoki aniq og'zaki javob sifatida bilib oling. 4-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar pensioner o'zi pul ola olmasa, ishonchnoma qachongacha amal qilishini ko'ring. Notariusga oldindan murojaat qiling. Agar pensioner uyda yotgan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish tartibini so'rang. Ishonchnomada aynan pensiya, bankdagi pul mablag'larini olish, kerakli hujjatlarni topshirish va imzolash vakolati yozilganiga e'tibor bering. Ba'zan ishonchnoma umumiy ko'rinishda bo'ladi. Bank esa aniq vakolat talab qiladi. 5-qadam. Nogironlik yoki o'qish hujjatlari muddatini ko'ring.
Tibbiy xulosa qachongacha amal qiladi? Qayta ko'rikka qachon borish kerak? Talaba bo'lsa, kunduzgi bo'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerakmi? O'qish yili tugaganda yangi ma'lumotnoma talab qilinadimi? Bu savollarga oldindan javob toping. Chunki iyul oyida ko'plab hujjatlar yangilanadi, ta'lim muassasalari ta'tilga chiqadi, shifoxonalarda navbat ko'payadi. 6-qadam qarzdorlik va ushlab qolishlarni tekshiring. Agar pensiya kam tushayotgan bo'lsa, bankdan hisob ko'chirmasi oling. Qaysi sana qancha pul tushgan, qancha yechilgan, kim tomonidan ushlab qolinganini ko'ring. Agar ijro hujjati bo'lsa, majburiy ijro byurosidan ma'lumot oling. Agar kredit bo'yicha avtomatik yechim bo'lsa, bank bilan shartnomani tekshiring. Pensioner ko'pincha pulim kamaydi deydi, lekin sababi pensiya hisobida emas. Bank yoki qarzdorlik operatsiyasida bo'ladi. 7-qadam oilada bitta mas'ul odam belgilang. Otaxon yoki onaxon hujjat ishlarini tushunmasligi mumkin. Farzandlardan bir yoki ishonchli yaqin qarindosh bu masalani tartibga solsin. Lekin eng muhim narsa pensionerning roziligisiz tushuntirmasdan uning kartasini olib qo'yish, SMS kodlarini ishlatish, pulini boshqarish to'g'ri emas. Bu ham axloqiy ham huquqiy masala. Pensionerning puli birinchi navbatda uning ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, shaxsiy xarajatlar. 8-qadam. Hamma javobni oxirgi kunga qoldirmang. 27-iyun kunlari banklar, davlat xizmatlari markazlari va pensiya markazlari va pensiya bo'limlarida navbat bo'lishi mumkin. Kimdir karta almashtiradi, kimdir ma'lumotnoma oladi. Siz esa hozirroq harakat qilsangiz, asabingizni ham, vaqtingizni ham saqlaysiz. Ayniqsa qishloq joylarda yashaydiganlar, tuman markaziga borishi kerak bo'lganlar transport, hujjat nusxasi, notarius, bank ish vaqtini oldindan rejalashtirsin. Birinchi misol, yetim 2 yoshli otaxonning pensiyasi har oy 1.500.000 so'm. U yangi ID karta olgan, lekin bankda eski pasport ma'lumoti turgan. Karta ishlayapti. Lekin katta operatsiyada bank xodimi ma'lumot mos emasligini ko'radi. Agar u buni pensiya kuni bilsa, navbatda turadi, hujjat nusxasi olib keladi, yana kutadi. Agar oldindan bankka borib ID kartani yangilatsa, muammo bo'lmaydi. Ikkinchi misol, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan 18 yoshli qiz maktabni tugatdi. U universitetga kirishni reja qilmoqda. Yoz oylarida hujjat topshiradi. Agar pensiya to'lovi uning o'qish holatiga bog'liq bo'lsa, yangi o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Vasiy yoki onasi buni oldindan bilsa, universitetga kirgach darhol ma'lumotnoma oladi. Bilmasa to'lov vaqtincha to'xtab, keyin hujjat topshirgandan so'ng tiklanishi mumkin. 3-misol, nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning tibbiy xulosasi 20 iyungacha amal qiladi. U baribir kasalligim bor, o'zlari biladi deb o'ylaydi. Lekin tizim hujjat muddatiga qaraydi. Qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lovda savol tug'iladi. Shuning uchun shifokorga, poliklinikaga, tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga oldindan murojaat qilish zarur. 4-misol, pensioner onaxonning kartasi qizining telefon raqamiga ulangan. Qizi chet elda, raqam ishlamayapti. Bank ilovasiga kirish uchun SMS kod kerak, lekin kod kelmaydi. Karta pin kodi ham unutilgan. Natijada pul bor, lekin undan foydalanish qiyin. Buni hal qilish uchun onaxon bankka pasport bilan borib, telefon raqamini yangilashi, karta pin kodini tiklashi yoki yangi karta olish kerak. Azizlar, pensiya pulini yo'qotmaslik, kechiktirmaslik va sarson bo'lmaslik uchun 1 iyulgacha eng muhim ishlar shular. Karta muddatini tekshiring, bank rekvizitini aniqlang, pasport yoki ID ma'lumotlarini yangilang, ishonchnoma muddatini ko'ring. Nogironlik va o'qish hujjatlari amal qilish muddatini tekshiring. Manzil yoki chet elga chiqish bilan bog'liq holatlarda pensiya bo'limidan maslahat oling. Bu ishlarning hech biri qiyin emas, lekin vaqtida qilinmasa, oddiy muammo katta tashvishga aylanadi. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugun yoki ertaga hujjatlaringizni olib, avval kartangizni tekshiring, keyin kerak bo'lsa pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar oilangizda pensioner ota-ona, bobo-buvi, nogironlik pensiyasi oluvchi yoki o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan bola bo'lsa, bu videodagi gaplarni ularga tushuntiring. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari bilan bog'liq qanday muammolar uchrayapti? Karta, hujjat, ishonchnoma yoki to'lov kechikishi bo'yicha tajribangiz bo'lsa, izohlarga yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring.
Chunki bitta ogohlantirish kimningdir? Pensiya pulini vaqtida olishiga sabab bo'lishi mumkin.